Zarkenliklarga hayitga ust-bosh qilaman deganlar, qaror shashilmay turasizlar. Zarken to'yxonani to'g'risida mana sentrda, markazda Ekvator degan magazinimiz ochildi. Короче, qaranglar, bu yerda вообще skidka emas o'zi narxlar вообще smeshnoy ekan. 35 mingdan ekan bu brijalar. Ko'ryapsiz, 35 mingga nima beradi hozir? To'g'risi o'zim bitta olib ketaman hozir. 35 mingdan, bundan tashqari futbolkalar 75 mingdan ekan. Mana yerda Xitoyda yangi uzullari bor, 110 mingdan ekan. Mana ana shular 110 mingdan pulni Reebok Adidaslar, bularni 120 mingdan yangi uzullar. Bundan tashqari oyoq kiyimlar bor. Xo'p, ko'ylaklarimiz 195 mingdan Xitoydagi tepadaglar, Turkiya ular. Pastdagilar bu ikkita qator, bular qattiqida bu Xitoydagi 145 mingdan ekan. Shimlarimiz 75 mingdan. Bulari 145 mingdan. Mana bunisi 135 mingdan ekan. Xo'p, oyoq kiyimlar. Magasin va cheshka krossovkalar. Narx qarang. 195 mingdan. Bu zarkenliklarga shuni otib olmasa olmaydi. Bu xonani to'g'risida yangi ochilgan. Mana ularimiz 165 mingdan. Bundan tashqari futbolkalar bor mana. Futbolka qattiqki mana bu. Xitoydagi. Fabrishni Xitoydagi 110 ming so'mdan ekan. Kamzillarimiz 120 mingdan. Foni vatsvet, hamma svetdan bor, razmerlar bor ekan. Bemalol Zarkenda markazida ochilgan. O'zi bu magazinimiz gastronomda ham bor, Marg'ilonda ko'p. Bu yerdan filial qilib ochildi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Hayitga 200 ming, короче 3 kishi 1 millionga shuni boshdan oyoq komplekt qilib ketar ekan. Kelaverasizlar.